Assalomu alaykum do'stlar. Men kommentariyamga yozishgan ekan. Podpischisiga qizish uchun Litvinga o'xshab mashina yoqing deyishgan ekan. Mana biz katta cho'lga keldik. Mana Litvin energetika. Granata degan ekan. Hozir biz mashina yoqing deganlar uchun yoqamiz. Nima qilamiz? Endi podpischilarni ko'ramiz qandoq kelishini. 5 litr benzin yetadi deb o'ylayman, ha? Qani? Bu benzinni hidimi? Benzin ekan, lekin nastoyashi. Nima qildik? Sizlarga hamma gap. Like bilan podpiskani gumillatsangiz, ha? Yoqamiz dedik-mi, yoqamiz. Video minimi yo 10 ming talar yig'ish kerak, yo 20 ming talar. Sizlardan padeshka. Ketdi. Yoqamiz dedik, yoqamiz. Salonlarga suv sepamiz ana. Mana. Mana salonlarga suv sepaman, ko'ringlar. Mashina yo'q degdinglarmi? Mana o'z benzinni sepdik. Hozir qancha sepib bordim. Hozir bor yo'q ko'ramiz. Litvin mashina yo'q dedinglar, populyarni bo'ldi. Podpischik ko'p keldi dedinglar. Mana Litvin energetikasini reklama qilyapmiz. Hozir mashina yoqamiz. Sizlardan maksimalni podeshka kerak.